tog'ini hokimi bo'lyapti. Birinchi navbatda man to'lqin bilan ko'p tadbirlarga bo'lganmiz. Bu afsonaviy odam. Shu ma'nodagi o'lib tirilgan. Juda ham katta. Bu anarga olamni deyarli ko'p kelgan. Mojini kitobi bor, Reason Voices ismida. Shuni ko'rib kelgan odam sifatida. Shuning uchun to'lqinning holati, to'lqinga men o'zimcha aytaman, har qanday holat kechiradi to'lqin. Chunki aytganda hamma ham ko'p kelmaydi, hammadan. Men gap cho'zmoqchi emasman. Mana shu kitobda varaqlab o'qib chiqdim. Mana o'sha bir joyda jadid degan so'z bu faqatgina bu kecha 20-asrda boshida paydo bo'lmagan. Bu eskidan bizdan o'zida bo'lgan sifatida Mirzo Ulug'bekning Jadidiy Sabo degan bir kattagina bir o'sha kitobga kirgan asarda o'sha demak Jiji Jadidiy Kuragoni o'shanda jadid degan so'z bor. Mirzo Ulug'bekning buyuk jadvali jadid degan so'z. Endi keyin bu o'ziga xos aytdim-ku, to'lqinning o'ziga xos